Voy, yaxshi keldingizmi? Dilsoraxon yaxshilarmi? Tezroq narsalarni tayyorla. Ha, tinchlikmi? Biror yoqqa ketyapsizmi? Operatsiyaga kiramiz. Shifoxonada yotishim uchun kerakli narsalarni tayyorlab ber. Yana shu gapmi? Yana shu gap-a? Jonimga tegib ketdi hamma narsa. Dilsorani oldiga bordim deguncha mana shu operatsiya deb boshlaysiz. O'zim men ahmoq. Seni gapingga bekor ishonma. Mana, endi Dilsora yana ham og'irlashib yotibdi. Yaxshi. Bu yuragimni beraman. Nima? Qaroringiz qat'iy-a? Unda tanlang. Yo biz, yo singlingiz. Singlim. Sen esa to'rt tomoning qibla. Bolalarning esa xohishi o'zida. Shunaqami? Yaxshi. Bu uyga qaytganingizda meni ham, bolalaringizni ham ko'rmaysiz. Otabek, Oybek qayerdasizlar? 5 kira to'g'ri. Oybek, Otabek. Bo'linglar. Narsalarni yig'ishtiringlar, ketamiz. Bu uyda bir daqiqa ham yashamaymiz. Yana urushdinglarmi, oyi? Ha, yana urushdik. Ana dadajoning sinisi bizdan voz kechib ketdi. Oilasidan kechib ketdi, bolalaridan kechib ketdi. Bu uyda bir daqiqa ham yasha olmayman, ketaman. Jigarni deb ham oilasidan voz kechadimi odam? Shuni ayt. O'g'rilarda bo'lganimda men oilamdan voz kechmas edim. Endi qachondir bab uylanaman, bolalarim bo'ladi. Tinchgina men bundan voz kechaman, bo'ldi. Nima? Nima deyapsan sen? Iloyim kasal bo'lmasin. Lekin mabodo kasal bo'lib qolsa, men jigarimni, buyragimni bera olmayman. Zaril ketdimi? Hoy bola, o'ylab gapiryapsanmi? Keng haqida gap ketyapti. Ha? O'z jigaring haqida shunaqa gap gapirasanmi? Ammam choyi. Ammam, dadamning jigarlari emasmi? Operatsiyalarga qarshilik qilayotganingizda ko'zingiz oldiga men yoki ukam keldimi? Farzandlaringiz ko'zingiz oldiga keldimi? Mabodo ukamga bir nima bo'lib qolsa, operatsiyaga to'g'ri kelib qolsa, men donor bo'laman desam, yo'q bo'lmaysan deysizmi? Deyolmaysiz. Tavba de. Yalib yoraverasiz-ku. Bolamni qutqardingiz, to'g'rimi? Tavba de. Nimaga ko'zingiz oldiga bizga kelmading? Tavba de. Men siz bilan hech yoqqa bormayman. Men hozir shifoxonaga boraman. Ammam yonlarida o'zim o'tirib qarayman. Yana bir gap. Mabodo sizga o'xshagan insonga uylanib qolsam ham, men jigarimni hech qachon tashlab ketmayman. Dadam nima qilgan bo'lsa, o'shani qilaman.